qismi bu darvozasini ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Xo'p, darvozadan ichkariga kirib borganimizda bizni uzungina yo'lakcha kutib turibdi. Sababi o'zi bu joy kattagina hovlini yarmi bo'lganligi uchun o'rtadan to'silgan do'stlar. Xo'p, endi qarang. Xo'p, darvozadan kirganimizda shunaqangi kattagina joyi bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol darvozaxona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu tomonda ustini yopib turib, shundoqqina darvozaxona qiladigan bo'lsangiz, keyin hovliga o'tsa bo'ladi. Uzungina darvozaxona bo'ladi va mana ko'rishlaringiz mumkin, hovliga shundoqqina kirsa bo'ladi. O'rtaga kattagina qilib, to'rxona uyga fundamentlarni quyib qo'yishgan. Bu tomondan mana darvoza tomondan shundoqqina kelasiz. Bu tomon mana hovlimizni asl ko'rinish qismi. Aytib o'tganimdek, to'rxona uyga fundament quyishgan. Undan tashqari podval qismi bilan birgalikda agar siz xona quradigan bo'lsangiz, podvallarini ham xonalar soni 8 xonadan iborat bo'ladi. To'rt burchak chorsi joy do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin, uyimizning holati shu ko'rinishda. Aytib o'tganimdek, uyimizda 3 faza bor, gaz bor, suv bor, svet bor, kanalizatsiya bor, hurmatli obunachilarim. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor, bemalol pulini notariusda sanab bersalaring bo'laveradi. Joyimiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Ko'ringlar, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, hoziroq pastdagi raqamlarga bog'lanib, bitta qo'ldan uy egalaridan ushbu joyda xarid qilishlaring mumkin. Shunchaki ushbu joyda asl uy joy savdodan ko'rib sizni bezovta qilyapmiz desalaring, uy egalariga sizlarga chegirma ham qilib berishlari mumkin. Undan tashqari hovlimizning ichiga mangal, o'choq, shunga o'xshagan narsaga tapchan so'ri qo'ygani joy ham tashab ketilgan. Endi oladigan odam chiroyli qilib o'ziga moslab olsa bo'ladi. Manzillarni yana bir karra eslatib o'tishga harakat qilaman. Farg'ona shahar Yo'rmozor katta masjid orqasida kattagina mahallaning ichida joylashgan. Aytib o'tgandek, podvallari bilan birgalikda quyilgan fundamentlarni mana ko'rishlaringiz mumkin. Planirovkasi juda ham zo'r. Agar bu joy bitadigan bo'lsa, juda ham chiroyli xonadon bo'ladi, hurmatli obunachilarim. Undan tashqari xatolari, nuqsonlari bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishda esdan chiqarmaymiz. Izohlarda o'z fikrlaringni yozib qoldiringlar. Joyimizni 1 dan 5 gacha son bo'yicha baholab, shunaqangi joy yoqtirayotgan do'stimizga, tanishimizga ushbu videoni ulashib qo'yishda esdan chiqarmaymiz. E'lonlar uchun telefon raqamlarimiz 91 bilan 327 1800 va 90 535 1900 va 90 533 92 11 24 soat davomida sizlarning xizmatlaringizda bo'ldi. Doimgidek Farg'ona shahridan Sergey Pazbev uning jamoasi bo'ldi. Keyingi yangi videogacha